Bugun sizlarga nafaqat naqdga sotib olish, balki Yunusobod tumanidan 3 sotuv yer yoki 5 xonali kvartiraga obmen davlat kelishuvi asosida xarid qilish mumkin bo'lgan yangi tayyor ta'mirlangan Yevro kottejimizni ko'rsatamiz. Manzil Yunusobod 19-kvartal ro'parasi Sabzavod mahalla, Toshkent tumaniga kiradi. Betonkadan 1,5 kilometr kirganda O'nqo'rg'on masjidiga yetmasdan bo'ladi. Kottejimizni 2 etaj plus podvol, umumiy yer maydoni kadastr bo'yicha 2,6, orqa hovlisi bilan 3,2 sotuv, 100% pishgan idishdan qurilgan. Santexnika, elektrikalar juda ham sifatli darajada qilingan, o'zlari uchun sotishga qilmagan lokam va mayda-chuyda ishlari bitirib beriladi. Remont 100% bitgan, qisman jihozlangan holatda. Narxini 225 ming deyishyapti. Obzorni ko'rib, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqing. Xonalari esa 6 ta xona, plus hol, plus oshxona va oldi-orqa hovlisi bor. Sanuzevi 4 ta. Albatta, obzorni ko'rib, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqing.